Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Manchester City qishki transfer oynasida o'ng qanot himoyachisini xarid qilishni rejalashtirgan edi. Biroq ushbu pozitsiyada Abduqodir Husanovning ishonchli harakatlari rahbariyat rejalarini o'zgartirdi. Sky Sport News nashri xabar berishicha, shaharliklar rahbariyati Husanovning so'nggi paytdagi ajoyib o'yinlari tufayli yaqin vaqt ichida yangi himoyachi sotib olish niyatidan qaytgan. Manbaga ko'ra, klub transfer rejalarini kamida kelasi yozgacha to'liq to'xtatib turishi mumkin. Ma'lumot uchun, O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi joriy mavsum Angliya Premyer Ligasi doirasida 4 ta bahsda maydonga tushgan. Ayni paytda futbolchi jarohatdan tiklanish jarayonini o'tkazmoqda.